Menga rosa ko'p keladigan savollardan bittasini hozir sizlarga aytaman va birgalikda analiz qilamiz. Ko'pchilik yozadi, men o'zimni anglolmayapman. Hayotga nima uchun keldim? Xohishlarimni, orzu-niyat maqsadlarimni aniqlay olmayapman. Shunchaki men yashayapman, shunchaki borman. Lekin umuman hayotda qanaqadir qo'ygan maqsadim, aniq maqsadim yo'q va qaysi tomonga borishni bilmayapman degan savol keladi. Rosa ham ko'p ayollarimizda. O'zi bu savol, bunaqa o'y-xayollar ayol kishida 25 yoshdan keyin keladi. 25 yoshdan keyin осознанность. Ya'ni shu narsaga keladi. Nimaga bu dunyoga keldim? Nima uchun yaratildim? Bu dunyoda yashashimdan maqsadim nima? Ya'ni missiyalarim nima? O'zi bilasizlarmi, hayotimizni xazon qiladigan ikkita narsa bor. O'tmishimizdan pushaymon va kelajagimizdan xavotirda yashash. Bugun bor. Bugun bilan yashash kerak. 1 minutdan keyin yoki 1 sekunddan keyin bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz. Avvalo, Alloh meni nima uchun yaratdi? Bu dunyoda o'zimdan qanday nom qoldiraman? Men nimalar qila olaman? Yaxshi inson bo'ldimmi? Yaxshi banda bo'ldimmi? degan savollarni va o'lim haqida ko'proq o'ylash kerak. Men bu narsaga kelganim menda ham o'sha 25 yoshimdan keyin bo'lgan. 25 yoshimda aynan hayotimdagi eng o'sish nuqtasi bo'lgan. Aynan o'sha paytda ham turmush o'rtoqdan, ham pulsizlikdan, ham yo'qchilikdan, ham poslerodovaya depressiyadan, ham jiddiy kasallik bilan sinalganman va o'sha payt men Alloh uchun nima qildim? Ertaga men o'lib ketadigan bo'lsam, men jannatiy bo'lamanmi yoki do'zaxiy bo'lamanmi degan savollar kelganda va shu kungacha nima qildim? O'zingizga savol bering. Shu kungacha men nima qildim? Qanday yashadim? O'zingizni ayblaringiz, gunohlaringizda Allohga qilgan isyonlaringiz, bilmayman, kimdir zino qilgan, kimdir tuhmat qilgan, kimdir o'g'irlik qilgan, hammada har xil holatda shu kungacha bosib o'tgan yo'llaringizni bitta ko'rib chiqasiz va afsuslanib o'tirmaysizda, darhol tavba qilib, dalsha nima qila olaman? Endi o'sha jannat tomon yoki Alloh uchun nima qila olaman degan savollarni berishingiz mumkin va albatta o'zingizni oddiy va oliy maqsadlaringizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida ko'p gapirganman. Oddiy maqsad va oliy maqsad farqini bilasizmi? Kim menga aytib beradi? Kommentariyada обязательно fikringlarni yozinglar, men o'qiyman. Kim fikr menga yoqsa, alohida sovg'a beraman. O'zi biladiganlar uchun eslatma, bilmaydiganlar uchun yengillik bo'la qolsin. Oddiy maqsad bu o'zinglar uchun, ya'ni o'zingiz uchun. Men mana xohlayman uy, joy, mashinada sayohatlar, bilmayman, tilla brilliantlar bo'lishi mumkin yoki hayotda qanaqadir mansabdor shaxsga aylanish mumkin. Bu o'zingiz uchun qilingan maqsadlar. Oliy maqsad esa o'zingiz va boshqa ummat uchun, ya'ni boshqalar uchun ham foydali bo'ladigan narsalar. Misol uchun maktab qurish, qanaqadir ham ayollarni o'qitish yoki bilmayman, boshqalar ham foydalana oladigan bir narsalarni tashkil qilish. Faqat o'zingiz uchun emas, boshqalar uchun ham foydali bo'ladigan amallar. Oddiy maqsadingiz va oliy maqsadlaringizni aniqlab olsangiz, xudo xohlasa, harakatga tushib qolasiz. O'z-o'zidan ideyalar kelishni boshlaydi va har doim aytaman, aytishdan charchamayman. Allohim bergisi kelmagan narsani dilimizga solmaydi-da. O'sha nasib etmas narsani xayol ham qildirmaysiz. Birma-bir orzu, niyat, maqsadlaringizni ko'rib chiqishingiz kerak va qobiliyatlaringizni. Men bu haqida juda ham ko'p gapiraman. Allohim har birimizni qobiliyatlar bilan yaratgan. Ya'ni bu yerda siz misol uchun kimdir mansabdor shaxs bo'lmasangiz ham, umuman uyda o'tirib, uy bekasi bo'lib pishir-kuydirda, misol uchun kimdir pishirishga usta, kimdir manti tugishga usta, kimdir tikishga, kimdir bichishga, kimdir to'qishga, bilmayman, hammaning o'ziga yarasha qobiliyatlari bor. O'sha qobiliyatlaringizni aniqlab, nimadir ish qilib, hayotda o'zingizdan qanaqadir chiroyli nom qoldirish uchun harakat. Va eng asosiysi bularning hammasi bitta narsaga borib taqaladi. Ya'ni bizani bu dunyoyimiz va narigi dunyoyimiz. Narigi dunyoyimiz uchun nimalar qila oldik? Qancha savob ishlar, qancha yaxshi amallar va ayniqsa biz ayolmiz, biz kelajak avlod tarbiyalaymiz, farzandlarimizni qanday tarbiya qildik? Bu ayol kishi uchun eng katta mehnat va samarasi ham, mevasi ham eng shirin joyi. O'sha bolalarimiz uchun ham biz ayollar doimo o'z ustimizda ishlab, qiziqarli va
uddaburon ayol bo'lishimiz muhim deb o'ylayman. Aynan meni o'sish nuqtam shu farzandlarimning tarbiyasi, ya'ni men ikkita qiz katta qilyapman. Nimaga menga Allohim ikkita qiz berdi? Men bu qizlarimni qanday tarbiya qilishim kerak? Sog'lom muhitda go'zal tarbiya qilishim va halol mehnatimiz ila ularni boqib katta qilib, chiroyli ilm va tarbiya berishimiz muhimligini tushunib yetgan kunimdan boshlangan. Aynan o'sha sizni o'sish nuqtangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizni kamchiliklaringizni ham ko'rib chiqasiz, o'zingizni plus tomonlaringizni ham ko'rib chiqasiz. Ya'ni men nima qila olaman? Qo'limdan nimalar keladi va bu dunyodagi meni asosiy missiyam nima? Shu savollarga bitta o'ylab, fikrlab javob topsangiz, o'sha men kimman, nimaga bunaqa hayotga keldim, o'zi nimaga yashayapman degan savollarga o'rin aslo qolmaydi. Mana shu 3 ta savollarimga to'liq javob beringlar kommentariyada, men o'qiyman. Yana qanaqadir savolingiz bo'lsa, yozinglar. Keyingi darslarimizda aynan sizning savolingizga men darslik chiqaraman.